Shaharning odamlari. Bo'pti, yaxshi o'tir. Qaytishda magazinga kirib o'tdi, uyda bozorlar qolmabdi. Xo'p. Xo'p, unda yaxshi ishlab keling. Qishloqda odamlari boshqacha-da. Bir qop kartoshka, sabzini sarig'idan oling. Montiga go'sht desangiz, suvasiz joyidan beradi. Bo'pti, xo'p. Aytgan narxiga olmasdan talashib oling. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Mazam bo'lyapti. Keling, men o'tiring, men skori chaqiraman. Bo'l tezroq. Alo. Inqillarmasdan turyoningiz, mollarga qarang. Sal shabada bo'lishiga yotib olaverasiz. Sizga qaraymi, bolalarga qaraymi, mollarga qaraymi? Va rostdan xotin maza bo'lmayapti. Bo'pti turyoningizda. Monani olib 07 ni dirsillatib keling. O'zing tushungan xotinsan-da. Men keldim, ozroq telefonimni o'ynab darsim qilaman. Xo'p, kamroq o'yna. Qayerda yuribsan? Maktabda Nechida tugash kerak? 1da. Soat necha bo'ldi? Bilmayman. Maki. Yo'q, urasiz. Yo'q, urmayman Maki. Yo'q, urasiz. Mayoqqa kel. Kiyimingni qara, men senlarga tayyor malayman-da. Yo, tashlayman, nima bo'lyapti? Aralashmang. Xo'p.